Namrud barcha dinlar otasi Hazrati Ibrohimni yoqish uchun o'sha davrgacha bo'lgan eng katta olovni tayyorlaganida bir chumoli yelkasida ko'targanicha suvni olib olovga qarshi chopa boshlabdi. Tepada og'zidan olov uchun cho'p tashiyotgan qarg'a kichkinagina chumolni ko'rdi va chalg'itish uchun so'rabdi. Bu suv bilan qayoqqa ketyapsan? Debdi unga. Olovni o'chirishga. Sen bu olovni o'chira olasanmi? Debdi. Chumoli kichik qadamini tezlatib javob berdi. O'chira olmasam ham tomonim aniq bo'ladi.